yorug'ligimiz hech qachon so'nmaydi deb o'ylagandik. Lekin buyuk dushmanimiz Morgoth bizning uyimizning yorug'ligini yo'q qilganida biz qarshilik qildik. Va elflarning legioni urushga ketdi. Biz Valinorni, uyimizni tark etib, uzoq bir hukmronlikka yo'l oldik. Son sanoqsiz xavf-xatarlar va g'alati mavjudotlarga to'lgan sayohat O'rta Yer deb nomlanuvchi joyga edi. Ammo urush O'rta Yerni vayron qildi. Endi o'lim bilan anchagina yaxshi tanishdik.